O'zingizni Turkiyada davlat ishida ishlashga munosib deb bilasizmi? O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi Turkiyaning Anqara va Istanbul shaharlaridagi vakillik lavozimlari uchun nomzodlar qidirmoqda. Migratsiya agentligi ushbu lavozim egalari Turkiya va O'zbekiston orasida mehnat migratsiyasi sohasi bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish, O'zbekiston fuqarolarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kabi vazifalarni bajarishini ma'lum qildi. Hamda nomzodlar oliy ma'lumotli, malakali, tashabbuskor hamda strategik fikrlay oladigan bo'lishi lozim. Migratsiya agentligining Anqara va Istanbul shaharlaridagi vakillik lavozimlari uchun nomzodlarga qo'yiladigan to'liq talablar bilan agentlikning rasmiy sahifalarida tanishishingiz mumkin. Hujjatlar 2026-yilning 25-fevraliga qadar ekranda ko'rsatilgan elektron manzilda qabul qilinadi. Agar siz xalqaro darajada ishlashga tayyor bo'lsangiz va mamlakat manfaatini himoya qilishni o'z oldingizga maqsad qilgan bo'lsangiz, imkoniyatni qo'ldan boy bermang, deyiladi agentlik e'lonida. Turkiyadagi o'zbekistonliklar bilan bog'liq xabar va voqealarni bilib borish uchun esa bizga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham ulashing.